Bugun viloyat hokimligida xususiy klinikalar tomonidan statistik va soliq hisobotlarini topshirish holati ko'rib chiqildi. Viloyat hokimligi va soliq boshqarmasi hamkorligida tuzilgan ishchi guruh olib borgan o'rganish natijalari soha mutasaddilari va hamkor tashkilotlar bilan birgalikda atroflicha muhokama qilindi. Muhokamada ma'lum qilinishicha, bugun Sirdaryo viloyatidagi xususiy klinikalarda jami 1596 nafar ishchi xodimlar faoliyat olib borayotgan bo'lib, ularning 443 nafarini oliy toifali shifokorlar tashkil etadi. Xususiy klinikalar tomonidan 2024-yil uchun taqdim etilgan soliq hisobotlarida o'rtacha viloyat bo'yicha bir nafar oliy toifali shifokorning oylik ish haqqi 2,2 million so'm deb kam ko'rsatilgan. Amaliyotda esa shifokorlardan so'ralganda xususiy klinikalarda oliy toifali shifokorlarga 8 million so'mdan 35 million so'mgacha ish haqqi to'lab kelinishi ma'lum qilingan. Xususiy klinika mutasaddilari tomonidan birgina oylik ish haqqilarining past ko'rsatilishi oqibatida yiliga o'rtacha viloyat byudjetiga 12,7 milliard so'm zarar yetkazilmoqda. Ushbu ko'rsatkichni tumanlar va shaharlar kesimida qarab chiqadigan bo'lsak, xususiy klinika ishbilarmonlari tomonidan oliy toifali shifokorlarga Guliston tumanida o'rtacha 500 ming so'm, Sardoba va Sayxunobod tumanlarida 800 ming so'm hamda Bayovut tumanida 900 ming so'm haq to'lanmoqda. Ushbu raqamlarning qanchalik haqiqatga yaqinligini albatta hamma yaxshi tushunib turibdi. Erkinjon Turdimov barcha jabhalarda halollik va ochiqlik muhimligini, yashirin iqtisodiyotga barchamiz birdek kurashimiz zarurligini bildirib, xususiy klinika ta'sischilari va rahbarlariga murojaat yo'lladi. Soliqdan qochish tamoyilidan voz kechish kerak. Xususiy klinikalar hammasi hozir soliqdan qochmoqda. Soliq to'lamashlikka harakat qilmoqda. Hurmatli xususiy korxona rahbarlari, sizdan iltimos qilamiz, talab qilamiz. Esingiz borida etagingizni yopib oling. Bor narsani hisobotga ko'rsatishingizni so'raymiz. Aks holda ko'za kunda emas, kunida sinadi. Bu esa yaxshilikka olib kelmaydi. Shuningdek, yig'ilish davomida viloyat rahbari mutasaddilarga qator topshiriqlar berib, kun tartibidagi masala chorak yakuni bilan yana bir bora o'rganib chiqilishi bildirildi.